Assalomu alaykum talabalar. Bugungi videomizda biz simpatik va parasimpatikni yeb tashlaymiz yoki uni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, simpatik nerv sistemasi nima degani? Simpatik nerv sistemasi biz avval u haqida bir takrorlab oladigan bo'lsak, simpatik nerv sistemamiz nerv sistemaga kiradi. Shu navbatda nerv sistemamiz nima bo'ladi? Nerv sistemamiz qaysiga bo'linadi? Nimada tashkil etilgan? Markaziy va periferik, to'g'rimi? Markaziy, periferik. Xo'sh, markaziy nerv sistemamizga nima kiradi? Bosh miya, va orqa miya. Bosh miyamiz bosh miya va orqa miyani bilamiz. Bu ikkalasi markaziy nerv sistemi. Endi bizda ikkalasidan bundan 12 juft nervlar chiqadi. Bosh miyani o'zidan 12 juft nerv chiqadi. Orqa miya qayerda joylashgan bo'ladi? Umurtqa pog'onasi ichida joylashgan bo'ladi. Uzun kanal, to'g'rimi? O'sha yerdan 31 juft yoki 33 juft 31 juft nerv chiqqan bo'ladi. 31 juft. Shunday endi mana shu ikkalasi 31 juft va 12 juft qo'shilib bizda periferik nerv sistemani hosil qiladi. Ya'ni periferik bosh miya orqa miyadan chiqqan har qanday nervlarni biz periferik nerv sistemamiz. Periferik nerv sistemasini ham biz bo'lib olamiz. Qanaqalarga vazifalari bo'ladi? Masalan, avtonom, somatik. Somatik, to'g'rimi? Somatik biz boshqara oladigan. Ya'ni hozir men ruchka bilan yozyapman, ruchkani harakat qilintiryapman, bu somatik. Ya'ni mushak, skelet mushaklariga joylashgan a'zolar, masalan, mushaklarni, skelet mushaklarini biz boshqarib, o'shani qanaqa harakat qiltiryapmiz. To'g'rimi? Bu boshqara olamiz. Va qaysi biriga? Avtonom. Avtonom. Bu boshqara olmaymiz. Boshqara olmaymiz, to'g'rimi? Avtonomni biz boshqara olmaymiz. Boshqara olmaymiz. Avtonom yana o'z navbatida nimaga bo'linadi? Avtonom bo'linadi qaysiga? Simpatik, parasimpatik. O'z vazifalariga qarab simpatik va parasimpatik vazifasini bajaradi. Hozir biz mana shu haqida o'tamiz. Buni biz bilishimiz, shu parasimpatik va simpatik haqida hozir gaplashamiz. Xo'pmi? Mana bu umumiy ko'rinishi bo'lsa, shuni biz bilib olinglar. Endi tak, simpatik va parasimpatik bu nima degani? Bu qaranglar. Tasavvur, har bir simpatikni ham sezuvchisi va qaytuvchisi bo'ladi. Ya'ni afferent tolalari bo'ladi. Ya'ni nimanidir sezadi, shunga qarasha javob qaytaradi. Va har bir simpatik va parasimpatikda ikkita neyroni bo'ladi. Ya'ni preganglian va postganglian neyronlar bo'ladi. U nima degani? Tasavvur qilamiz. Mana bu nerv orqa bosh miya, mana bu bosh miya, to'g'rimi? Mana bosh miya deydigan bo'lsak, shu mana orqa miya bu qayerda joylashgan bo'ladi? Tak, umurtqa pog'onasi joylashgan bo'ladi, to'g'rimi? Umurtqa pog'onasidan bizda 31 juft nerv chiqardik, to'g'rimi? 31 juft nerv chiqdi. Tasavvur qilinglar. Endi shu nerv chiqqan joyda bizda mana gangliya hosil bo'ladi. Gangliya hosil bo'ladi. Tak, bu nima degani? O'sha yergacha bitta nerv keldi degani. O'sha gangliyagacha bitta nerv keladi. U gangliya mana bu yerimizda bizdagi organ bor. Qanaqadir organimiz bor, tasavvur qilinglar. Masalan, yurak deylik.
yurak deylik, mana 4 kamerali yurak. Endi mana shu yurakka biz yana bitta nerv boradi. Shunga mana bunimiz bizda bo'lyapti shunda. Preganglianik neyron, mana bunimiz postganglianik neyron. Tushundikmi? Ikkita neyronni tashkil qiladi. Simpatik, parasimpatik ham ikkita neyronni tashkil qiladi. U qanaqa bo'ladi? U tasavvur qilamiz. Mana bu yerdan bizda u chiqadi. Orqa miya ustuni va dumg'aza darajasidagi nervlar parasimpatik nerv sistemasini hosil qiladi. Ya'ni unda nima bo'ladi? Bu joyda bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat bundagi farqi, bu to'g'ridan to'g'ri yurakka borsa, mengacha shu yurak oldida gangliya hosil qilib, u yurakka ta'sir qiladi. Gangliyasi o'sha organlar oldida joylashgan bo'ladi, organlar yaqinida joylashgan bo'ladi. Tasavvur qilib tushundikmi? Xuddi shunaqa simpatikga orqa miyadan chiqqan joyda prevertebral bo'lsa, parasimpatikda organlar oldida. Tushunarli? Juda ham xursandman tushungan bo'lsanglar. Endi bu parasimpatikimiz qayerdan chiqyapti? Mana bu ko'k rangdagi chiziqlar bizda parasimpatik. U qayerga duch kelyapti? Bu miya ustuni, ya'ni miya ustuniga nima kiradi? Uzunchoq miya, o'rta miya ko'prigiga kiradi. Bo'liga o'sha yerda nervlar chiqib, yurak ko'zga, og'iz bo'shlig'idagi so'laklarga va mana bu vagus nervimiz chiqarayotgan bu organlarga, ichki organlarga yuboryapti. Miya ustunida va mana bu yerdagi S2, S4 darajasidagi nervlar ham, orqa miyadan chiqadigan S2, S4 nervlar, bular ham parasimpatik nerv sistemini hosil qilyapti. Ko'rib turganimizdek rasmlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana yurak oldida bitta gangliya bor. Bunday qaraydigan bo'lsak, kelib bitta nerv kelyapti, yurak oldiga kelib to'xtab, o'sha yerda gangliya hosil qilib, u yana bitta nerv chiqaryapti. Va boshqa organlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Endi simpatik nerv sistemamiz qanaqa holatda joylashgan? Simpatik nerv sistemamiz ko'p hollarda atalgan T1 dan L2 gacha deb. L2 gacha. Bir xil joylarda bor, bo'yagida S8, L1 degan joylarni ko'rishingiz mumkin. L2, T1, L2. T1, L2 darajasida chiqargan nervlar preganglianik prevertebral gangliyalar hosil qilib, ulardan yana bitta neyron chiqib, organlarga borib o'z funksiyasini bajaradi. Endi bilib oldikmi? Bitta takrorlab olamiz. Simpatik, parasimpatik bu periferik nerv sistemasining tuzilmasi bo'lib turib, yana nerv sistemasi markaziy va periferikka, markaziy nerv sistemamizga bosh miya va orqa miya, periferik nerv sistemamizga o'sha 12 ulardan chiqadigan 12 juftimizdan tashkil topadi. Ya'ni periferik kerak. Periferik nerv sistemamiz funksiyalariga qarab turib, somatik va avtonomiya. Somatik nerv sistemamiz boshqarib oladigan, ya'ni biz harakatlantiryapmiz, masalan gapiryapmiz, bular biz somatik. Avtonom biz boshqara olamiz. Masalan, bizlar yugurib ketyapmiz, to'g'rimi? Yugurib ketyapmiz, yo bo'lmasa qochyapmiz, yo bo'lmasa urushyapmiz, kimlardir biz avtomatik terlaymiz, yuragimiz tez uradi, ko'proq nafas olamiz, qo'rqyapmiz, masalan qo'rqayotgan holatimizda shunaqa holatlar. Yoki ovqat yeyapmiz, ovqat yeyotgan vaqtimiz ichaklarimiz, oshqozonimiz bez chiqarish kerak, harakat qildirish kerak. Bular hammasi avtonom bizga bog'liq bo'lmagan holda bo'ladi. Bularda bizda avtonom nerv sistemasi boshqaradi. Endi bildik preganglianik, postganglianik nimaligini, hamma ikkalasida ham afferent va efferent tolalar borligini, ya'ni sezuvchi va qo'zg'atuvchi tolalar borligini. Endi biz mana bu yerda juda ham chiroyli va tushunarli bo'lgan slaydimiz bor, ko'rib o'tamiz. Qaranglar, burasi simpatik nerv sistemasi. Simpatik nerv sistemasimizda ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, jang va qochish degan tushunchani shunday eslab qolsangiz nima degani? Jang va qochish, simpatik jang va qochish yoki qochish. Fight or flight deydi. Ya'ni o'sha holatda shuni tasavvur qilsak, simpatik nerv sistemani shuni eslab ayttirsak bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, jang, urushyapti, urush ketyapti. Nima bo'ladi urush ketayotgan vaqtimiz?
Biz ko'z qorachig'imiz kengayishi kerak, to'g'rimi? Masalan, ko'z qorachig'i kengayadi. Avtomatik simpatik nerv sistemamiz boradi degan ko'z qorachiqlarni kengaytiradi. Biz ko'proq anaqaroq dushmanni ko'rishimiz kerak deb ma'noda tushunmasak bo'ladi. Chunki ko'zimiz kattalashib, ko'z qorachig'imizni ko'proq joydan ko'rish shunaqa ma'noda. Keyin nima bo'ladi? Og'iz bo'shlig'imizdagi so'lak bezlari to'xtatiladi. Bizlarga ovqat hazm qilmayapmiz. Bizlarga o'tirib olib ovqat qilmayapmiz. U to'xtatiladi, kamayadi. Uning ish faoliyati kamaytiriladi. Nafas olishimizda traxeya, bronxlar kengaytiriladi. Bizga nima kerak? Ko'proq kislorod kerak. Ko'proq kislorod borib energiya hosil qilishda ishtirok etganligi uchun ko'proq kislorod bizga talab qiladi. Shuning uchun bronxlarimiz, traxeyalarimiz kengayadi. Yurak urishyapmiz, nima bo'ladi? Urishayotgan paytimiz yurak urishimiz tezlashadi, pitirlab qoladi. To'g'rimi? 100 tadan baland bo'lib turib pitirlab qoladi yuragimiz. Yuragimiz tezlashishi kerak. Ularning hammasiga signali bo'ladi mana shu parasimpatik nerv sistemimizdan. Oshqozonda jigardagi nima kerak? Energiya kerak, to'g'rimi bizga? Jigar o'zining ish faoliyatida faqat energiya sarflashga kuchaytiradi. Glyukozani hosil qilishda glikogen baza qilib jamlab qo'ygan glikogenlarni parchalab glyukoza hosil qilib energiya qilib boshlaydi. Oshqozonning faoliyati kamaytiriladi. Buyrakda nima bo'ladi? Buyrak usti bezimizda bilamiz adrenalin, noradrenalin yoki API, non-API degan fermentlarimiz bor. Biologik moddalar, ular adrenalin bilamiz. O'sha narsani yanada stimullaydi shu jarayonni. Ichakdagi faoliyatlarimiz motorikasi to'xtatiladi, kamaytiriladi. Ichak urishyapti, siz hazm qilish uchun harakat qilmaydiku, u ham to'xtatiladi hammasi. Siydik pufagimizdagi sfinkterlar qisiladi, siydik chiqarishimiz, siydik peshobga xohish bo'lgan tuyg'u kamaytiriladi. Jang va qochish. Qochishda ham xuddi shunaqa bor. Tasavvur qiling, siz ko'chada ketyapsiz, bitta it orqangizdan qo'yapti, nima qilasiz? Yoki bo'lmasam sizni dushmaningiz qo'yapti yoki o'g'ri nimadir o'g'irladi, qochyapti, xuddi shunaqa jarayonlar duch keladi. Bunda simpatik nerv sistemamiz aktivlanadi va ishga tushadi. Bu avtonom ravishda biz buni boshqara olmaymiz. Tushundingizmi? Boshqara olmaymiz. Bizning o'tdagi holatimiz yoki tezroq urib uni yo'qotish, bo'lmasa qaysidir bitta joyga qochib ketish. Parasimpatik nerv sistemamiz xuddi o'z navbatida boyagilarning teskarisi bo'ladi. Ko'rib turibmizda ko'kda chiqqan dumg'aza va miya ustundan chiqyapti. Bular nima qiladi? Ko'z endi sekin qochdingiz. Bo'lmasa urush tugadi, tugaganidan keyin o'tiribsiz, nima bo'ladi? Sekin organizm o'zini boyagi aktiv, giperaktiv holatidan mo'tadillashtirish kerak. Organizm o'zini muvozanatga saqlash kerak. Shuning uchun bu yerdan signallar bo'ladi. Bo'ldi, dam olgin, dam olish va hazm qilish. Ya'ni rest and digest. Dam olib o'tirish vaqti, dam olishga qochdingiz. Kuchuk it quvaydi, bitta eshikni, bitta pana joyga bordingiz, eshik qulflandi, ichida o'tiribsiz. Endi nima bo'ladi? Ko'z qorachiqlaringiz torayadi. Hazm bo'lishlar, o'sha so'lak bezlari faoliyat aktivlanadi. Nafas urishi kerak emas, sekin torayadi nafas yo'llarimiz. Yurak urishi sekinlashadi. Jigardagi aktivligi kamayadi. Anaqadagi oshqozon osti bezida, oshqozon osti fermentlari, oshqozonning faoliyatlari oshadi. Hazm bo'lish tizim oshadi, ya'ni ichaklarimiz harakat bo'lib turib, o'sha vaqt peshobga ham sekin chiqib boshimiz bo'lgancha, sekin o'tirsak, o'sha peshobga chiqish xohish paydo bo'ladi. Shunaqa. Ko'ryapsiz? Bularni bilishimiz kerak bo'ladi. Bu asosiy funksiyalardan bittasi. Markazlari ko'ryapsiz, miyada. Miya nervlari, vaguslar va mana bu 3-akkumator nerv, 7-facial nerv, glossopharyngeal nerv, nervus vaguslar, bular parasimpatik nerv tizimiga kiradi. Ko'rib turibmiz, 12 juft nerv sistemasi-ku, o'shalardan ham hosil bo'ladigan nervlar ham ishtirok etadi bunda.